Bu joyda nimaga sotiladigan uy yo'q desam, asosiy sababi uyning narxi shokolad va To'ytepani markaz bo'lgani uchunligini bilib tushunib yetdim. Kvartira 75 kvadrat, narxi $45,000. Shunoq kirib yashaydigan joyi. Farzandingiz maktab va bog'chasiga 10 mingta yetib oladi. Xullas 1000 marta aytgandan bir marta ko'rgan afzal deganlaridek yuqsin degan holda bitta layk bosamiz, ana endi ichkari tomoniga birgalikda sayohat qilamiz. Yuqsin degan holda ichkari tarafga kiramiz. Uyimiz 3 xona, 75 kvadrat. 3 ta farzand bilan maza qilib yashaydigan joy. Bu yoq ikkita Hasan Husan o'g'lingiz uchun. Bu yoqda nima ekan? Qizingiz bo'lsa shu yerga joylar ekansizda. Aka. Ayolingiz bilan joylashadigan alohida родительский spalnisi bu yoq tomonda joylashgan, o'zini разделный санузел bilan. Zo'r tarafi keyin zerikib qolmasligi uchun o'zini shinamgina oshxonasi va ora-orada tashqariga chiqib maza qilib Nurafshon shahridan nafas olsa bo'ladi. Xullas ushbu joyimiz sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kadastr hujjatlari bor. Pastda shaxsan uy egalari nomerini videosida qoldiramiz. Bemalol bizning nomimizdan murojaat qilsanglar bo'ladi. Aytgancha bu videoni Nurafshon shahridan 3 xona hamyonbop narxda uy qidirayotgan tanishlariga jo'natib qo'yishingiz chiqmasin. Joninglar sog' bo'lsin, charchab qolmanglar.